alaykum azizlar. Bugun 20-noyabr. Ertalab soat 7. Mana tuyo ko'rpamizdan pavtor keldi. Sizlar uchun yana bittasini obzor qilishga harakat qilamiz. Bu tuyo ko'rpamiz nomi tuyo xolos. Yana aytamiz, nomi tuyo xolos. Ichida sintifon bo'ladi, materiali bambuk bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 1.90 ga 2.10 lar atrofida chiqadi. Xo'p, bu tuyo ko'rpamiz shunaqa chiroyli tikilgan, chetlari Xitoy kanklari bilan, xo'p, shunaqa vishipkalari bilan, tuya vishipkalari bilan. Buni bir 5-6 xil ranglari bor, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ochganingizdan keyin ishadigan narsa. Buni bu rangi bor, mana yana bundan bor. Xo'p, sal ochrog'ini xohlaganlar uchun ochrog'idan. Xo'p, mana ko'proq olib kelib qo'ydik. Tugab qolganida mana so'raganlar uchun alohida obzor. Buni narxi sumkasi bilan atiga 100 ming so'mdan qilib beryapmiz obunachilarimiz uchun. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Layklar bosib qo'yinglar.